Xullas qarindoshlar, baton nonni olib tep-tekis qilib, ichiga shokoladni shunday qilib surtib, undan keyin uni mindim qilib o'rab, bir rov shokolad eritib olib, eritilgan shokoladga yer yong'oqlarni ayamasdan solib, baton nonimizni aynan shu shokoladga yaxshilab botirib olganimizdan keyin qarabsizki, shunday hechkin ajoyib shirinlik bo'lar ekanmish deb bay. O'xsharmikan, ha? Deb turib baton nonlarni oldim qarindoshlar. Baton nonni chin bozor do'kondagi o'qlov bilan tekislab chiqsam, negadir videoda ko'rsatilgandagi chiroyli bo'lib tekis bo'lmadi deyman baton nonni. Ha, mayli endi, meni urishadigan qaynanam bormi deb ishimni davom ettirdim qarindoshlar. Tekislangan baton nonga chiroyli qilib shokoladni surtib, mindim qilib gilamni o'ragandek o'rab chiqdim. Bir rov qarindoshsiz shokoladni eritilgan shokoladga yong'oqlarni solib, mashina o'zini yeb qo'ya qolsa bo'lmasmikan ham? Buni qarang, ishtaxon ochishini minday qilib o'ralgan baton nonimizni olib shokoladga yaxshilab botirdim. Birram ishtaxani ochadigan narsa bo'lyapti-yu, buni qaranglar. Oson ekan. Baton nonni olasizlar, shokoladga yaxshilab botirasizlar, bo'ldi, shirinlik tayyor deydi. Shirinligimizni 15 minut xolodilnikka qo'yib muzlatgandan keyin degustatsiyaga tayyor bo'ldi va sirazi degustationni boshlavordim qarindoshlar. Mazasi shunaqangi zo'r bo'lar ekan. Zo'ran qarindoshlar, umuman pishirilmaydigan, oddiygina baton nondan tayyorlanadigan shirinlik yoqdimi sizlarga? Sizlarni bilmadim, menga mazasi shunaqangi yoqdi, juda ham zo'r chiqarkan. Uyda o'piz g'atini tayyorlab